O'zimda mani savdoyimni 10x ga oshirgan top 3 ta qoida. Hech qachon o'zingiz bilmagan va tushunmagan kategoriyadagi tovarlarni sotmang. Sababi bu sohada sizni o'quvingiz yo'qligi sababli klientlarning talabi qandayligini bilmaysiz va noto'g'ri narsa sotib qo'yishingiz mumkin. Ikkinchisi bo'lsa, katta ob'yomda mahsulot olib kelishdan oldin test tariqasida uni uzumda sotib prodajasini sinab ko'ring. Uchinchisi, unikal bo'ling, ya'ni hech kim olib kelmagan mahsulotlarni sotishga harakat qiling. Shunda sizda savdo boshqalarga nisbatan zo'r bo'ladi. Va keyingi qadam direktdan Xitoy so'zini yozib olsangiz, bepul darslik kanalimga sizni qo'shaman. O'zimda mani savdoyimni 10x ga oshirgan top 3 ta qoida. Hech qachon o'zingiz bilmagan va tushunmagan kategoriyadagi tovarlarni sotmang. Sababi bu sohada sizni o'quvingiz yo'qligi sababli klientlarning talabi qandayligini bilmaysiz va noto'g'ri narsa sotib qo'yishingiz mumkin. Ikkinchisi bo'lsa, katta ob'yomda mahsulot olib kelishdan oldin test tariqasida uni uzumda sotib prodajasini sinab ko'ring. Uchinchisi, unikal bo'ling, ya'ni hech kim olib kelmagan mahsulotlarni sotishga harakat qiling. Shunda sizda savdo boshqalarga nisbatan zo'r bo'ladi. Va keyingi qadam direktdan Xitoy so'zini yozib olsangiz, bepul darslik kanalimga sizni qo'shaman.